bu nishonimni, bu burchimni qaytadan sizlarga namoyon qilish orqali, bu ishlarni sizlarga deyish orqali, sizlarga texnika ko'p energiya ato qilish orqali Uyg'uristonni qaytadan o'zimizniki qo'limizga olish uchun bu ishlarni qilyapman. Bu ishni siz qaytadan o'ylashib beqqan bo'lsangiz, qaytadan energiyalanib, qaytadan kuchlanib, uxlab qolganlar o'rninglarni qo'pinglar. To'y qilib bo'lganlar bo'lsanglar, men jon baqdim, uy oldim, uni qildim demay, unda qilsang uni o'zingizchi, lekin bu pul, mol dunyo degan bu degan harom narsa qarindoshlar. Bu bizning irodamizni buzitadi. O'zimizni deymiz, o'zimizning hayot nishonimizni yo'qotib qo'ydi bu ishlar. Shuningga mening deydiganim qarindoshlar. Jonliq bo'layli, o'zimizning vatani uchun bir gap qilayli. Maqtaylar kuzimizga mishtaq ishtarib gap qila oladigan hal kun tushib qoldi. Kichik vaqtimizda bu Xitoylar bu kichik vaqtida bizning o'riklarimiz o'g'irlab yeb, bizni bozaq qilib yeb, mishtaq kuchaydi bu Xitoylar. Endi qanday qilsizlar? Mishtaq jim juramizlar gap qila olmay Xitoygami? Maash bo'lmabdi, o'ylanib qolganlar o'zinglar qarindoshlar. Azroq tashkilot odamlar to'g'risida yana ilg'or fan texnik jihatda so'zlaydigan buni keyingi video so'zlay. Mana shu videoni kelgandan keyin qaytadan ruhlaninglar, qaytadan energiyalanib, o'zinglarga haqiqiy inson ekanligini tushunib yetinglar. Sizlarning burchinglar va hammanglarniki u yer Amerikalarda, Yevropada yashayotganlar bilan shu Uyg'urlarniki kamplar kirilib, qilib sababidan ashta yashay oldinglar sizlar. Agar bizniki shunday riyozatga uchirgan shu fursat bo'lmagan bo'lsa, sizlarning u yer ashta yashayotgandek, refugee bo'ladek ishta fursatni bilamda sizlarki. Sizlarning u yerda panoh tilaydigan undaq turmush kechirish amaliyot bu numus qilarlik ish bu millat. O'zinglarning vatanni quturib deb qarindoshlar, Shuni o'ynayli, tushunayli. Maroyitimizni setvatmay go'rsatganga o'xshash. Qasab bo'lib ketmayli undaq. Xitoyga o'xshash bundoq gap qilmaydigan, lo'mish ko'p qolmayli, o'zim Xitoyga deb to'qigan, yigirib gap qilmaydigan bir odamman men. Maishlarni ko'rgandan keyin, maishlarni besimda o'tkazgandan keyin Xitoyniki men Shanxayda Guangdonggacha 2 qator velosiped keldim. Mas jarayonda o'zim vahshiy kuchlanib ketdim, vahshiy jiqishlarni o'tkazayotdimki, men bal quyib boqmadim qarindoshlar. O'zinglar qanday yashayapsizlar, o'zinglar o'ylanglar. Menga bir vaqt tamoq bersangki, men nurg'u ishlarni qilib ketgidek qilamish deydigan odam men. Men sizlar ba'zi deymiz, judgment deymiz. Bağır kişiler mümkün sizlarning menga bağır ishlarni aytib yo'q. Alloh o'zinglarning ishni yaxshi qilinglar. Uyg'uristonniki mustaqil uchun mana shu Amerikaga o'xshash kichik davlatlarni qo'llash orqali, Trumpni qo'llash orqali o'zimizning mustaqilligini chuqur qanaqamiz qo'lga aklayamiz. O'zimizga tayinibmi, mayli Amerikaga bo'lsin. Bu bir yo'l, bu bir echilgan yo'l biz uchun. O'ylab bakın 70 yıldan qaysi bir davlat Uyg'ur uchun genosid bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi deb gapib baqdi. Mashta bir cho'ng ish kechilgan vaqtda o'zinglar bu o'ninglarni qopmay, shunda slow shu yusanglar qanday bo'ldi? Shunaqmi? Shunga gap qilishimiz kerak, men o'zimizniki vatanimiz uchun. Ammo mishloq so'zlab turay, bak. Vaqtinglarni aytib sanmay. Vaqtinglar bo'lsa, sizlar video ishlab qo'yinglar, Uyg'ur uchun gap qilib qo'yinglar. Namoyish chiqib yo'nglar u palani demo tashkilot u bu nima u yerda Uyg'urningki vatani va Uyg'urningki davosi bor u yerda. U yerda Sharq Turkistonchi bo'lsin, men Uyg'uristonchi bo'lsin, hammasi Uyg'ur uchun ish qildi.